ayb ish qilib qo'ydi. Ana kechirim so'ragandan keyin sizni ma'lum bir daqiqa tilingiz uzunroq bo'ladi. Nega? Chunki u bir pog'ona pastga tushdi. Siz erkagingizni past ko'rmoqchimisiz? Hozir o'zi aytayapti. Eringizni bir pog'ona pastga uryapsiz va pastga qo'yyapsiz kechirim so'raganda. Lekin o'zi nima deyapti? Siz erkagingizni deyapti. Er qo'chqarmidi, tovuqmidi, molmidi, buqamidi, nima edi? Erkagingizni bo'lmaydi. Eringiz bo'lishi mumkin. Siz erga ega emassiz. Mantiqan olib qarasam, din nuqtai nazaridan olib qarasam, siz ega emassiz. O'zi hech kimga ega emas. Din nuqtai nazaridan er javobgar yoki xotinning o'zining vazifalari bor deyiladi. Sizning erkagingiz deganda mana shu joyda o'zi erini pastga urayotganlik bor. Chunki erni erkagingiz deb kimgadir tegishli haqida gapiryapsiz. Er xotinga tegishli bo'lmaydi. Din nuqtai nazaridan olsak ham xotin erga tegishli bo'lishi mumkin. Yaxshilab kuzatsalaringiz, internet to'la bunday xonimlarning gaplari hammasi mening erkagim deyishadi. Hech kimning erkagi emas. Hech kim hech kimniki bo'la olmaydi. Din nuqtai nazaridan olsak ham biz hammamiz bandamiz, Allohnikimiz bo'ldi. Meniki, seniki degan gap psixologiyada yo'q. Hattoki u sizdan kechirim so'ramasa ham mendan kechirim so'rash kerak degan fikrdamisiz hayolingiz? Biling, ertaga uni jamiyat past ko'rmoqchi bo'ladi. Ana endi bitta atala bo'lib ketdi. Hozir siz eringizni pastga uryapsiz, ertaga jamiyat eringizni pastga uradi. Bir sababga bir oqibatni bog'lash ilmdan yiroqlik deyiladi. Bu maishiy tasavvur. Bu shu xonimning o'zining dunyo qarashi xolos. O'zining olamga bo'lgan munosabati xolos. Bu o'zining olamga bo'lgan munosabatini mutlaqlashtirib, siz eringizni tahqirlayapsiz, pastga uryapsiz degan gapga keldi. Shunchaki ayol erining kechirimini kutayotgan edi. Kechirsa o'zini aybdorlikdan qutulmoqchi edi, tinchlanmoqchi edi. Arzimagan bir vaziyatdan endi erni jamiyat oyoq osti qilayotgan bir narsaga aylantirib qo'ydi. Va bu mantiqsizlik. Nafaqat mantiqsizlik, ilmdan yiroqlikning belgisi. Yana bitta lifehack. Biz tafakkur qilyapmiz deb o'ylaymiz, aksariyati tafakkur qilmaymiz, tasavvur qilamiz. Yoki ma'lum bir voqea va hodisalarni talqin qilamiz. Talqinimiz bu tafakkurning hosilasi emas, bu idrokning hosilasi xolos. Agar sizga bu odamlar yoqayotgan bo'lsa, o'zingizni tahqirlangandek his qilmang. Do'ppini chekiga olib, ro'molni yechib, mening gaplarim ustida o'ylab ko'ring. Mening gaplarimda asos bormi, yo'qmi? Nafsimizga yoqqani bu doim haqiqat bo'lib qolavermaydi.